Yo, WhatsApp, nigger, bola bo'lishlar. Bu ko'zizlar birgalikda men reverchik. Bola yaxshi bo'lsa kanikulla charchamayapsizlarmi? No, kanikul o'tib ketdi-yu, no mayli. Xo'p, bola, mana o'sha mashhur Vijivanyamiz. No, bu yerda bu kanalda birinchi marta olmoqchiman, ham mayli. Menga baribir. Xo'p, kim agar bundan oldingi qismlarni ko'rmoqchi bo'lsa, Reverchik kanaliga obuna bo'lsin. Bu esa bizga yangi Vijivanyamiz. Mana birinchi kanalimdagi obunachilarim barchasi biladi, men eskichankni juda ham yaxshi ko'raman. Hop bolalar, mayli biza videoga let's go. Hop bolalar, biza mana spawn bo'ldik. Hop bolalar, men hozir video yukladim. Bu zombi apokalipsis. Vo, biza balotada ekanmiz. Balotada slime'lar spawn bo'ladi. Lekin mana bunaqa gulam spawn bo'ladi. Eskichakda qovoq topsalar, keyin uni beskонечный qilsalar qishloq topiladi degan fraza eshitganman. Hop bolalar, tayga o'rmoni, demak bizda uy quradigan chotga joy topsak bo'ladi. Bu taraflar esa nima deb o'ylaysizlar? Bu taraf qanday taraf? Sindirib bo'lmaydi. Yoki bo'lar. Hozir tekshirib ko'ramiz. Bitta do'stimi? Fa. Bola, kim Kayzoni muxlisi bo'lsa, kommentga yozib ketsin. Sindirsa bo'larkan. Namay. Biza ko'rib turganlardek biza bolalar Vijivanya deganda endi hamma shunaqa kerak narsalarni yesa olamiz. Bola, endi bugundan boshlab kuniga video chiqaveradi. Bo'lmasa bu kanal qachon ko'tariladi, Xudo biladi. Shuning uchun kuniga video chiqaraman. Xo'p, keyin ko'pchilik so'radi, nimaga YouTube'ga video qo'ymayapsan deb. Buni sababi bordi. Hammasini Telegram kanalda ochiqchasiga aytib o'tib ketganman. Vaqt yo'q deb o'ylagan bo'lsalar ham to'g'ri, vaqtim bo'lganda ham video olmagandim. Chunki eski kanalimizga dazma video olishni istamayotgan edi. Keyin men uni komandadan chiqarib yubormoqchi bo'ldim. Lekin chiqarib yubormadim. Uni ham sababi bor. Bola, bizada ochlik shkalasi paydo bo'ldi. Bizga hozir ovqat kerak. Hop, mayl. Hop, bola, biza toshni kavlab oldik. Bola, Instagramda ham kanal ochaymi yo'qmi? Shuni ham yozib ketinglar. Uning ichiga kanalimizda yangi bo'layotgan videolarni joylab turaman. Instagramda bo'ladigan bo'lsangiz, YouTube'ga ham joylayman, to'g'ri. Bitta vaqtda joylashga harakat qilaman. Nima men tosh aslida emasman. Shuni bilmoqchiman, mol. Voy, oilali ekan. To'xtanglar. Men ularni bekor o'ldirdim. Eskichakda qaytib moblar spawn bo'lmaydi. Ochlikdan o'lib ketaman u. Atrofda urug' ham yo'q. Qandoq? Oddiy Vijivanya qilayotganimizda shunaqa mer chiqib bersin. Urug'i yo'q bo'lgan joylar chiqib bersin. Maza qilib bir. Wow. Hozir biza uyga qurishga zo'r joy topishimiz kerak. Shu yerda uy bo'lsa nima bo'ladi? Nima bo'ladi?
Bo'ldi, xolos men mana shu yoqqa uy qurishni boshlayman. Kirka, tapor. Pechkaga yetmasa ekan, afsuski, mayli. Pechkaga yetmasa ekan, meni qornim och ekan. Bilmabman. Pechka qayerqadir bug bo'pti, yasagandim. Temir aslaqalari endi menga o'pish kerak emas. Agar ikkitasini pishirib bersam, katta gap u. Xo'p, biza uy korpusini qurishdan oldin qorin to'qlab olamiz. Och qorin hech qanaqa bo'lmaydi. Toshni pishirib olsak. Stop. Eshitama. Bo'ldi. Mashdagi barcha daraxtni chopib tashlashimiz shart. Bo'lmasa bo'lmaydi. Let's go. Voilà, eski chankda vyjivaniyamizni namuncha kam chiqadi. Agar temный les biom bo'lganda mayli bo'ldi. Telegram kanal ssinkasini bu videoning tagiga qo'yaman. Shuning uchun bo'lmani bilmaysizlar. O'zim aytib qo'ya qolaman. Men qurilish o'rganayotgandim Minecraftdagi uylarda. To'g'ri eshitdingiz, Minecraftdagi uylarni qurish haqida darslik eshitayotgan edim. Shuning uchun YouTube'ga video qo'yayotganim yo'q edi. U darsi esa mashhur Kaizo o'tdi. Uni boshqa kanalida Squiddy kanal va qayerlarda qidirib internetdan 2 soat vaqt sarflab uni topdim. Uy qurish bo'yicha Shahindan ham o'rgandim. Ular uyi вообще cho'tga chiqadi. Kaizoning safirdagi uyi kapsulaga o'xshaydi. Mayli. Savol nima meni qornim yo'q. Ha, unda biza bo'ldi. Men tushundim nimagaligini. Bola, keyin men sizlardan bitta narsa so'ramoqchi edim. Yaqinda 14-yanvar bo'lib o'tdi. Sizlar qanaqa sovg'a oldinglar? Kommentga yozib ketinglar. Faqat to'g'risini yozib ketishinglar shart. Bo'lmaydigan g'alatisini yozmanglar. Xo'sh, uyga qurishim. Mana shunaqa palakat qilmanglar degandi. Uy korpusi uncha katta bo'lmaydi degan umiddaman men. Bola, bu kanal endigina 21 obunachisi bo'ldi. Bu kanalga ham подписчикка qo'shinglar, dushi so'rab qolaman. Instagramda kanal ochaymi yo'qmi? Kommentga yozib ketinglar. Yaxshi. Ancha o'zgargan uy qurishim. Bilib turibman. Xo'sh, shundoq. Bular olib tashlaymiz. Olamiz. Bola, hozir bizga ko'p mashinalar kerak bo'ladi. Bu yerda men 2 martagacha o'lishim mumkin. Chunki bu yerda hech qanaqasiga yo'qotib bo'lmaydi. Spam bo'lishi mumkin bo'lgan
moblar. Mana bular alohida joylarga. Aytdim o'zi hali taspa buni. Yo'q, men aslo ham yo'q kema meni uyimga. Tafa. Kemalaring. Yomma zo'mi necha blokda ko'radi. Yaramas skelet otishni boshladi. Voy achchig'ini balasi. Ya yurolmadim, Ey! Haqlarga ketdim men, Mana bu yoqqa faka qo'yish kerak. What the men qilich yasamakam. Mama. Nima qilishga yetar ekan. Bitta. Ma bashiring. Ma. Ur buni. Men hozir o'lib ketaman. Voy. Ay jonim ko'p ekan. Vahmada bu vahma. Ma bashiring oyog'im. Bular tinch qo'ymaydi deb eskichankka sizlar kirib qolsanglar sirazi mash'ala olinglar yoki 3 ta qo'y chopib uxlab deydi. Menga o'xshagan xato qilmanglar, bu xato ham emas. Ay! Azob boru, azob. Teparoqqa chiqish kerak, tepaga, teparoq. Oppa! Men keldim. Mana uyimizning shakli. Xo'p, bola, afsuski videomiz shu yerda tugaydi. Barchaga tomosha uchun addushi rahmat. Sizlar revers bo'ldi. Barchaga xayr. Bugundan boshlab kuniga video. Sog'ini. Ovqat. Bo'ldi, barchaga xayr.